O'zbekistonda bo'layotgan eng so'nggi hodisalardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonning 6 ta viloyatida sel suv toshqini xavfi e'lon qilindi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Joriy yilning 23-24 aprel kunlari kutilayotgan yomg'ir yog'ishi sababli O'zbekistonning tog' oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Bu haqda O'zgidromet xabar berdi. Unga ko'ra Toshkent viloyati, Urgut, Samarqand, Bulung'ur, Nurobod, Qo'shrabot, Kattaqo'rg'on, Payariq, Jomboy, Ishtixon tumanlarida, Jizzax viloyati, Zomin, Baxmal, G'allaorol, Sharof Rashidov, Forish, Yangiobod tumanlarida, Toshkent viloyati, Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent, O'rta Chirchiq, Yuqori Chirchiq tumanlarida va Angren, Olmaliq shaharlarida, Namangan viloyati, Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan, Yangiqo'rg'on tumanlarida, Farg'ona viloyati, So'x, Farg'ona, Beshariq tumanlarida va Shohimardon hududlarida, Andijon viloyati, Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtaobod, Isboskan, Xo'jaobod, Marhamat tumanlarida va Xonobod shahrida, tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rish so'raladi. Shuningdek, respublika hududi bo'yicha suvlari to'planishi ehtimoli bor. Bu esa hududlarni suv bosishiga olib kelishi mumkin, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.